Assalomu alaykum do'stlar. Yana bir mijozimiz tarafidan 60 voltga 45 amperlik litiy fosfat zakaz tushdi. Ko'plar so'rashadi mendan batareyka qanaqa sifatda deb. Mana sifatini ko'rishlaringiz mumkin. Eferi 32140, A klass 0.2,5 million 2025 0630 yangi batareyka. Korobkada 40 ta bo'ladi. 40 PKS yozilgan inglizcha. Mana buni ishlatdim. Mana yerda bitta korobka tugadi. Mana bu korobka. Xo'p, umumiy batareykaning ko'rinishi. Har bitta yacheyka 15 amper soatdan 15, 30, 45. Bunaqasiga 10 qator. Bu yerda jami 60 ta yacheyka bor. Ichki qarshiligini so'raganlar uchun mana bu multimetrga hozir ichki qarshiligini o'lchab ko'rsataman. Mana yacheykani o'lchadim. 15 amperlik. 0.2,5 ham emas. 0.2,5 ham emas. 0.2. Litiy fosfat A klass. Mana shunaqa yacheykadan yig'iladi. Yacheykani sifati o'ta yaxshi. 4000 sikl xarakteristika. Mana shu bir dona yacheykani высокотоковый kuchi, пусковой kuchi deymiz, ya'ni mana xarakteristikaga ham yozilgan. 60 amper soat bir dona yacheykani пусковой kuchi.